qancha yutuqlar olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun rewardlarga yaqinlashamiz va bu yerda bir qancha yutuqlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Siz masalan bir qancha vaqt o'ynaganingiz uchun shuncha pullarni yoki donatlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Donatlar esli что tekin va qancha o'ynaganingizni mana bu kitobcha orqali ko'rishingiz mumkin. Agar shu serverda o'ynamoqchi bo'lsangiz, sizga bironta nomni o'ylab topish kerak bo'ladi. Masalan, kelinglar obuna bo'lish va like degan nomni o'zimizga o'ylab topamiz. Chunki kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Va esa o'ynash knopkasini bosib, serverda qo'shish joyiga o'z IP'mizni qo'shib olamiz. Mana shu ekranda ko'rgan IP'larni birin-ketin yozib chiqsangiz, sizda ham serverga kiradi. Va qo'shib olganingizdan so'ng mana bu ikonga chiqadi va serverga kiramiz. Va serverga kirganingizdan so'ng siz o'z parolingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin sizda hali parol yo'q. Lekin biz o'zimizga parol qilamiz. Shuning uchun o'zimiz xohlagan luboyda bironta parolni o'ylab topamiz va uni bir marta yozamiz va siz serverga birdaniga kirasizlar. Agar o'xshamagan holatda bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib yordam so'rashingiz mumkin bo'ladi. Savollarga yordam beraman. Menga eng yoqqan o'yinlardan biri Griff rejimi hisoblanadi. Men shu yerda o'ynayman. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, hammalaringizni kutaman.